Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, meni haq bilan jo'natgan zotga qasamki, sizlar dunyodagi manzilatlaringdan ko'ra jannatdagi ahli ayollaring va maskanlaringni yaxshiroq taniysizlar deganlar. Yani dunyoda masalan uyingizni qanday topib olasiz, xotinni qanday topib olasiz, ko'cha-ko'yda ko'rib qolsangiz. Jannatga kirsangiz, uyingizni shundoq o'zi topib olasiz, shundoq bilasiz qayerdaligini. Xotinlaringiz kim jannatdagi, hammasini bilasiz. Nimalar bo'lyapti, o'sha nimalar bor yerda yani. Alloh buni bildirib qo'ygan bo'ladi. O qabrda siz ko'rib yotasiz chunki uni. Ana shu yerda shundoq kirganingizdan dunyodagidan ko'ra yaxshiroq tanib topib borasiz deyapti. Uy joyingizni jannatdagi va o'sha ahli ayolingizni. Fayadkhulu kullu rajulin minhum ala 72 zawja. Har bir kishi 72 ta xotinning oldiga kiradi. 70 tasi ulardan Alloh paydo qilgan hurlardan, ikkitasi bo'lsa odam bolalaridan, qizlaridan. Ya'ni dunyodagi xotinlardan ikkita. Bular ulardan sharafli bo'ladi, hurlardan. Chunki ular ibodat va o'sha hurlarda bu haligi sayyidasi bo'ladi ular. Hurlar ularni qo'l ostida go'yoki haligi podshohning qo'l ostidagi haligi xotini bo'ladi, keyin kanizaklar bo'ladi-yu, xuddi shunaqa bo'ladi hurlar. Joriyalaridek bo'ladi-da hurlar. Mana bu yerda xotinlar bo'lsa, u o'sha xotinning haligi podshohning malikasidek bo'ladi. Mana shu paytda endi mu'minlar mana kirib jannatda 72 ta xotin, mana shu payt jannatda mu'min kirib shu ishlar bilan band bo'lib yotganda, ana yerda kofirlar o'sha olib kirib azob boshlangan bo'ladi. Tasavvur qiling, qanaqangi haligi qalbi quvonadigan holat va yana haligi kofirlarning alamini keltiradigan holat. Dunyoda bugun aksi-ku buni. Shuning uchun haligi oyat bor bunga. Kasir rahimahulloh o'sha oyat tafsir shunaqa tafsirlagan. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum ala al-ara'iki muttaki'un. Bugun jannat ahli va ularning xotinlari so'rilarda ishlar bilan band bo'ladi. Ular xursand. Fi shughulin, ular bir ishda ular bugun. Fakihun, xursand ular. Ya'ni maishatda ular. Shu ishi nima? Alloh azza va jalla hayoli zotki shu ishini shu yerda aytmagan. Jahannamda mana yerda kofir adabini yeb, olib kirib qichqirtirilayotgan paytda mu'minlardan shu holat ularga ko'rsatiladi ham. Mana qara. Dunyoda ustidan kulgan, sen azob bergan odamlar mana shular. Ular azobni yeyotgan paytda mana bu yerda jannat ahli esa mashg'ulot bilan band degan. Mashg'uloti nima deganda, bu yerda tobiinlardan, salaflardan keltirilganki, shug'luhum iftizozul abkar deyilgan. Qizlarni bokiraligini olish degan. Jannatga birinchi kirgan zahoti haligi qabrdan chiqib kirib kelgan, u necha yil kutib yotgan unga yetishlikni kirib ko'zga hech narsa ko'rinmaydi boshqa. Birinchi borib shunga yopishadi. Ular ana shu qizlarni bokiraligi bilan buzish bilan ovora jannat ahli. Bular bo'lsa mana yerda azoblanyapti. Ular xursand xotinlar bilan surlarda degan. Mana bu o'sha jannat ahlini birinchi jannatga kirgandagi holati ya'ni. Xo'p. فيدخل كل رجل على 72 زوجة 70 ممن ينشئ الله و2 آدميتين من بنات آدم لهما فضل على من أنشأ الله. U ikkita odam bolasidan bo'lgan qizlarda haligi Alloh paydo qilgan hurlardan albatta afzalligi bo'ladi, ularda ibodati sabab dunyodagi. Hop, ularda birinchisining oldiga kiradi haligi mu'minda borib bir g'urfaga kiradi, bir yoqutdan bo'lgan bir haligi xona. Karvat tilladan, durlar bilan bezalgan. Alayhi 70 zawja alayhi 70 zawjan min sundus. 70 qavat ipek haligi to'shakda ya'ni. Va istabroq. Bu ham shu yumshoq ipek ya'ni. Va unga haligi erkak xurga ya'ni yoki o'sha ayolga yelkasiga qo'lini qo'ysa, o'zini qo'lini uni ko'ksidan ko'rib turadi. Shu kiyimini orqasidan ham. Ya'ni haligi shu darajada tiniqligidan badani bunday yelkasidan ushlasangiz qo'lingizni o'zi ko'rib turasiz oldidan. Va uni shu ustidan kiyimini va terisining ustidan va go'shining ustidan shu qo'lingiz ko'rinib turadi ya'ni. Shu darajadagi shaffofligidan-da. Va hattoki u boldirdagi soqini ko'rib turadi. Xuddi bugun birlaring haligi yoqut ichidagi ipini ko'rib turgandek. Ya'ni masalan tasbih donasini ichidagi ipini ko'rib turasiz-ku. Xuddi ana shunday bo'lib ichida suyagigacha ko'rinib turadi. Iligigacha ko'rinib turadi deb ya'ni. Haligini kabidi ya'ni jigari unga ko'z oynak unga haligi bo'ladi, oynak bo'ladi va uning jigari unga oynak bo'ladi. Ya'ni shu darajada yalqiroq tiniqligidan oynadek. Bunday biqiniga qarasangiz o'zingizni ko'rasiz deyapti ya'ni. Fa baynama huwa indaha ana shu huruni oldida o'tirgan paytda hech undan malollanmaydi, chiqib kelmaydi daryo xonasidan. Va u huri ham undan malollanmaydi. Har qaytib kelaversa yana haligi bokira holatda topaveradi. Hech zakari bo'shashmaydi va uni avrati charchamaydi.
hurdi ayolni. Buni zakari bo'shashmaydi. Haligi hadisda kelganda so'rashgan, ya Rasululloh, jannatda qo'shilamizmi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam na'am deganlar, dahman degan. Hadis isnodida zaiflik bor, lekin ular shu oyat tafsirida keltiradi. Qo'shish ham gapmi? Dahman qo'shilasizlar degan. Dahman degani ya'ni qattiq qo'shilasizlar degan. Ya'ni bu yerda haligi shahvatdan kinoya qilinganda, haligi shahvat kelgan sari odam ya'ni shu qattiq qo'shilgisi keladi-yu, o'shanaqa deb kinoya qilingan. Buni zakari bo'shashmaydi, uni avrati shikoyat qilmaydi deb. Mani ham yo'q, maniya ham yo'q. Ya'ni lekin haligi erkakda, ayolda mani yo'q. Chunki bu ya'ni odatda mani kishini endi jirkantiradi-da, ya'ni. Shuning uchun unaqa narsa yo'q. Fa ma huwa kadhalika idnudiya. Endi u shu holatda o'tiravergandan keyin oxirida duo qilinadi. Ha, biz bildik sen malollanmas ekansan. Ha, u ham malollanmas ekan sendan. Lekin sening boshqa xotinlaring ham bo'lmaydi deyiladi. Qolib ketdi-da o'sha yerda kirib. Fayakhruju fayatihinna wahidatan. Chiqib hammasiga bitta oldiga kirib chiqadi hurlarni. Kullama jaa wahidatan qalat, har qachon haligi bitta hurni oldiga borsa, hurunga aytadiki, Allohga qasam, jannatda sendan yaxshi narsa yo'q deydi. Va jannatda menga sendan da suyukli narsa yo'q deydi. U yerda rashk yo'q, to'polon yo'q, xotin oldiga borib janjal qildi. Yo'q, hammasi shu o'zi bitta men bo'lsam kerak deb o'ylaydi. Va hammasi shu jannatdagi eng yaxshi narsa sensan deb shu erini biladi. Boshqani eriga ko'z tikish yo'q. Boshqani erini qiyos qilish yo'q. Boshqaga o'xshasak bo'lmaydimi degan gap yo'q. Hammasi eng yaxshi odam sensan deydi yani. Qala va idza waqa'an ahlun nar fi nar. Endi mana jahannam ahli jahannamga yiqilganda ko'p xaloyiq yiqiladi. Robbingning xalqidan. Ularning amallari shu jahannamga yiqitadi deyaptilar. Ulardan ba'zilar jahannam to'pig'igacha yetadi. Undan yo'lga o'tmaydi. Ba'zilarini belgacha yetadi jahannam. Ba'zan butun jasadini o'raydi yuzidan boshqa. Lekin Alloh jahannamga suratini harom qiladi. Ya'ni yuzni jahannam yondirmaydi. Qala Rasululloh faqul ya Rob, shaffi'ni fi man waqa'a fi an-nar min ummati. Shunda Rasululloh aytdilarki, men aytaman, ey Robbim, ummatimdan jahannamga tushganlarga men shafoat qilgin deyman. Alloh azza va jalla aytadiki, tanigan kishingizni chiqaring jahannamdan deydi. Shunda fayakhruju ulaika hatta la yabqa minhum ahad. Men taniganlar chiqar deyaptilar. Hech kim qolmaydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taniganlardan. Ya'ni mu'minlardan albatta. Masalan, Abdulloh boyga o'xshagan munofiqlar ham chiqadi degani emas bu. Hamma Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanigan mu'minlar chiqadi. So'ngra Alloh shafoatga izn beradi. Har qanday payg'ambar ham shahid ham qolmasdan hamma payg'ambar shahidlarga ham shafoat huquqi beriladi. Ular ham shafoat qiladi. Alloh azza va jalla aytadiki, qalbida dinor og'irligichalik iymonni topgan kishini chiqaringlar jahannamdan deydi. Shunda ular chiqib ketishadi. Ulardan birontasi qolmaydi. Bir dinorchalik qalbida iymon borlar. So'ngra yana Alloh xohlagan kishilar shafoat qiladi. Alloh aytadiki, qalbida dinorning 3dan 1 miqdoricha bir iymoni bor bo'lgan odamlarni topganlaringni jahannamdan chiqaringlar deydi. Va yarim dinor, va kerak bo'lsa 3dan 1 dinor, 3dan 2 birinchisi ekan. Birinchisi 3dan 2 qismi dinor, keyingi yarmi, keyin esa 3dan 1 qismi. Miqdorichalik bo'lgan iymon bo'lsa chiqaringlar. Va hattoki 4dan 1 qismi dinorni. Shunchagina iymon bo'lsa ham chiqaringlar deydi. So'ngra 6dan 1 deydi hattoki. Hattoki bir qiyrat deydi, undan ham kichkina da ya'ni. So'ngra hardal donchalik iymon bo'lsa ham chiqaringlar deydi. O'shalar ham chiqishadi. Hatto ulardan birontasi qolmaydi jahannamda. Va hatta la yabqa fin nari man amila lillahi khayran qat. Allohga biror yaxshilik qilgan odam bo'lsin, hammasi qolmaydi, jahannamdan chiqadi. Kimiki bo'lsa shafoatchi huquqi bo'lsa, shafoat huquqi beriladi unga. Hatto iblis bo'yin cho'zib qolar ekan, Allohning rahmatini ko'rurganda, men ham chiqarib ketishardim ekan deb. Endi hech kim chiqarmaydi uni, lekin hatto o'sha ham bo'yin cho'zib qo'yadi-da, men ham olib chiqib ketishardim deb. Roja'an yushfa'ala, uni ham bir shafaat qilinadimi deb qolar ekan deyapti. So'ngra Alloh azza va jalla aytadi, men qoldim faqat, men arhamur rohiminman deydi. Alloh so'ngra qo'lini jahannamga soladi. Alloh o'zining qo'li bilan jahannamdan hisob kitobsiz odamlarni chiqarib oladi. Ya'ni hisob kitobsiz degani, ya'ni son sanoqsiz odamlar, bir qancha o'zidan boshqa Alloh bilmaydi kimlar ekanligini uni, o'shalar jahannamdan chiqarib oladi. Xuddiki ular kuyib ketgan o'tindek bo'lib qolgan bo'ladi. Yonibdi jahannamda. Alloh ularni Nahrul Hayavan degan bir daryoga tashlaydi. Ular shu daryodan o'sib chiqishadi qayta. Xuddiki don
selning yoqasida o'sib chiqqanidek. Ya'ni haligi selni yig'ib kelgan loyidan donlar o'sib chiqadi-yu, shunday bo'lib odamlar o'sib chiqadi daryodan. Haligi donni qarasang, quyoshga qaragan tomoni yashil, soyaga qaragan tomoni sap-sariq bo'lib o'sib chiqadi-ku deyaptilar. Xuddi ana shunday nabotat torosis singari, torosis degani ana shunaqa, ya'ni nish urgan nabotat singari o'sib chiqishadi odamlar ham. Sariq, yashil bu haligi har xil suratda o'sib chiqqanidek, nabotatlar ham odamlar har xil bo'lib o'sib chiqadi shunaqa. Katta kichik bo'ldi ya'ni. Hattoki ular darmak misldek bo'ladi. Darmak degani ya'ni un degan. Ya'ni oppoq undek bo'lib o'sib chiqishadi. Va ularning bo'ynida jahannamiylar deb yozilgan bo'ladi lekin. O'taqour Rahman deb yozilgan bo'ladi. Rahman jahannamdan ozod qilgan bo'ladi. Baribir mo'min bular ham. Ahli jannat mana shu maktubdan ularni taniydi. Ular ham kiradi, keyin jahannamiylar deb yozuv bilan kiradi. Hop, ma amilu khayran qat, ular hech yaxshi amal qilmagan. Fayabqona fil janna. Ana shunday qilib ular jannatda bir muddat qolib ketishadi. Endi boshqa hadisda kelgan shunda ular keyin oxiri shikoyat qiladi. Ey Robbimiz, bu jannatda ahli bizni jahannamiylar do'rishib bizga ozor beryapti deydi. Bir zamonlar, necha yillar, qancha vaqtlar o'tgandan keyin Alloh azza va jalla keyin ulardan bu yozuvni olib tashlaydi. Jahannamiylar degan yozuvdi. Keyin Alloh ulardan, ya'ni shu yozuvni olib tashlaydi.